Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 10. bab. Winston uyg'ondi. Uningda nayt uzun uxlagandek sezim bar edi. Ammo tamdagi soat amdila 20:20ni ko'rsatib turadi. U ko'zini yumib birdam yotdi. Pastdan yanala yelqi ayolning berilib aytayotgan naqsh ovozi anglanayotdi. Bu faqatla tatlıq xam xiyal, o'tib ketar aprel eydek. Söz qarashdan sagigan tushlar, elib qochar asni o'g'ridek. Bu tetiqsiz naqsha texcha modadan qolmagandek qiladi. Hozirgacha hamma yerda bu naqshini anglay oladingiz. U nafrat naqshidimi uzun moda bo'lgan edi. Julia bu naqsh ovozdan uyg'onib ketdi va rohat bir kerilib o'tib o'rnidan turdi. Qo'sug'im echibdi, dedi Julia. Yana azroq qahva damlaychi? Ma ishni o't o'chib qopdi, suvmi sovib ketibdi. U o'choqqa qaradi. Meymi tugabdi? Charrington apandidan so'rayli amdi? Qiziq ish. Liqqida may bor edi boya. Men kiyimimni kiyib olay. Havo xeyli sovuq qo'tang, dedi Julia. Winstonmu o'rnidan turib kiyimlarini kiydi. Yelqi uzilmas naqsha texcha yangrayotdi. Bu faqatla tatlı xam xiyal, o'tib ketar aprel eydek. Söz qarashdan sagigan tushlar, ilib qochar asni o'g'ridek. U formasining balvig'ini chingitqash darizining sirtiga bordi. Quyosh allaqachon uyning keyniga qiysaygan. Saynada optab qolmagan edi. Pastdagi yapaloq toshlar xuddi hozirda yug'andek o'ltiradi. Uningga go'yo osmonmi yuyilgandek bilindi. Ko'p-ko'k osmon turxunlar orasidan ko'zga nihoyat yorqin tashlanadi. Semiz ayol eg'izida yanala kiyim ilg'ushni tishlab olgan. To'xtamasdan ikki nuqta orasida palaxlaydi. Anda-sanda jimib qoladiganini hisobga olmaganda naqshisi davomli yangrab turadi. Uning yaydigan yögeki mangu tugmaydigandek qiladi. Winston bu ayolni kiyim yuyib jinni boqamdigando yoki 20-30 navrisi bormidi deb o'ylab qoldi. Julia uning qishig'i keldi. Ikkilan zo'r qiziqish ichida pastga ayolga qaradi. Ayol yo'g'on qo'llarida org'amchiga to'xtamay yogak yeyotdi. Uning otning yonpishidagi sag'risi olaydi yo'g'on edi. Winston u ayolning chiroyliligini hayronlik bilan tunji qatam mes qildi. U nurg'un bola tug'ib beqib cho'ng qilgan. Uzoq muddatlik ig'ir ish emgakdan badanlari kilangsizlashib, qo'pollashib ketgan ayolning bundoq chiroyli turdiganligini xiyoliga keltirib baxmagan edi. U haqiqatan chiroyli edi. Winston o'ylab qoldi. Nemishqa u chiroyli bo'lmoqdak? Uning kuchlik, to'rikdak tüptüz badani gran toshdak ko'rinadi. Oq qizil terisi yirikroq edi. Bularning bir qizchaqning go'zalligi bilan bo'lgan munosabati xuddi attirgul mevasi bilan attirgulga o'xshaydi. Mevasi guliga yetmaydi deb kim deydi? O chiroyli ekan, dedi Winston. Uning kassasining kengligilar oz deganda 1 metr kagudak, dedi Julia. Bu uning o'ziga xos go'zalligi, dedi Winston. Winston Julia'ning belidan bir qo'lida quchoqlab o'ziga yaqinlashtirdi. Julia'ning yutisi Winstonga ching chaplashib turdi. Ular balliq bo'lmaydi. Ular kalasidagi maxfiyatliklarini faqat tili orqali bir-biriga yetkazoladi. Pastdagi ayolda anglaydigan narsa yo'q edi. Faqat bir jup kuchli bilak, bir mehribon yurak va bir tug'umchan bolyotqi bor edi. Winston u ayolni qancha bola tuqqandi deb o'yladi. 15 bola bo'lishi turg'anli gap. Uning cho'qim guldak yoshligi, go'zalligi bo'lgan. Keyin xuddi nayt obdan ay qilingan mevadak birdilla yo'g'nab, qizirib, qattiqlashib ketgan. Uning keyingi 30 yillik hayoti boshda bollari, keyin navrilari uchun kir yuyish, yer supurish, yamoq yamash, tomoq etish, tozalik qilish, yogak yuyish, odalash bilan o'tgan. Mana shu jafolardan keyin u yanala naqsh aytib.
Немишқиkin Winstonның bu ayol haqidagi bu tasvirlab belgilib bo'lmaydigan sirliq tuyg'usi ko'p-ko'k osmon bilan qo'shilib, turg'unlar orasidan yiroq cheksizlikka so'zilib ketdi. Hayron qolarliqi barliq odamlarga nisbatan osmon hamma yerda, Sharqiy Osiyoda, Yevro Osiyoda o'xshash edi. Shundaqla osmon ostidagi barliq kishilarmi, mayli ular Yevro Osiyoda bo'lsin yoki Sharqiy Osiyoda bo'lsin, bir-biriga shundoq o'xshash edi. Vaholanki bu insonlar bir-birini bilishmaydi. Ular yolg'onchilik, o'ydirmachilik bilan singdirilgan nafrat, qo'rqinish orqali bir-biridan ayirib tashlangan edi. Ularning hammasining vujudida kunlarning birida butkul dunyoni og'dirib tashlagudek g'oyat zo'r kuch-qudrat bor edi. Agar umid bor deyilsa, u proletariatlarda edi. O kitapның oxirisini o'qimagan bo'lsa-mu, buning cho'qim Goldsteinning eng oxirgi demakchi bo'lgani ekanligini biladi. Kelgusi proletariatlarga mansub edi. Kunlarning birida ular qo'zg'alib qurgan dunyoda, xuddi partiya qurgan dunyodagi o'xshash, Winston o'zining yotsirab qoladigan, qolmaydiganligini jazmlashtira olmay qoldi. Shundoq. Chunki u hech bo'lmaganda bir aql dunyosi bo'ladi. Qayerda barobarlik bo'lsa, shu yerda aql bo'ladi. Baldur yoki keyin bo'lsin, bu ish cho'qim yuz beradi. Kuch-quvvat cho'qim anga aylanadi. Proletariatlar o'lmaydi. Siz uni pastga ashu jonliq, jo'shqin ayolga qarasingizlar, ko'ralaytdingiz. Oxirida ular cho'qim uyg'onadi. Ammo mush ish yuz berguncha, balkim minglarcha yillar o'tishi, proletariatlar har qanday mushkulat bo'lsa-mu, mavjudligini saqlashi, partiya ega bo'lolmaydigan, yo'q qilolmaydigan kuch-quvvatni, xuddi qushlarga o'xshash ajdoddan avlodga ulab kelishi mumkin edi. Esingizda bormi? Dedi Winston. Biz tunji ko'rishgan kuni daraxtning cho'qqisida bizga sayrab bergan heliqi qush. O bizga sayrab bermagan, faqat o'zini xush qilish uchun sayrag'an o. Texi undaq bo'lmasligi mumkin. Shundaqla sayrag'andi balkim. Qushlar sayraydi, proletariatlar sayraydi. Faqat partiyalar sayramaydi. Butkul dunyoda, Londonda, Afrika, Braziliya, Iroqdagi sirliq cheklangan joylarda, Berlin, Parijning ko'chalarida, bepoyon Rossiya tuzdanlarida, Jungo, Yaponiyaning qistan shaharlarida, ish emgak, bola beqish degandek jafo mushaqqat bilan toshdek qetib ketgan zo'r gavdalar tug'ilgandan o'lguncha to'xtamasdan sayrab naqshi aytib turadi. Jazmanki ularning vujudidan cho'qim uyg'ongan bir avlod tug'iladi. Siz o'latdingiz, ondan ular kelgusiga aylanadi. Agar siz o'z ingizni, xuddi ular badanini tirik saqlagandek tirik saqlay olsangiz, ikkini ikki qo'ysa 4 bo'lganligini biladigan ongni saqlab qoladingiz. Saqlab qolalaysangiz, ularning kelajagidan sizmi bahramon bo'la olasizsiz. Biz o'liklar, dedi Winston. Biz o'liklar, agashdi Juliamo. Sizlar o'liklar, dedi orqa tarafdan kelgan muzdek bir ovoz. Ular cho'chib turib ketdi. Winstonning butkul badani muzlab ketdi. Julianning ko'zlari yo'g'nab, chiroyi totirib ketdi. Ularning mang'zdagi yo'qab qolgan bo'yoq xuddi ostidagi teridan ajrab ketgandek, ko'zga to'liq ro'shan tashlanib turadi. Sizlar o'liklar, takrorlandi muzdek ovoz. Rasmning orqasidan kelyotdi, deb pichirladi Julia. Rasmning orqasidan kelyotdi, dedi u muzdek ovozmi? Qimirlamanglar. Buyruq bo'lmaguncha midirlamanglar. Bu ish oxir yuz berdi. Bo'lg'uliq oxir bo'ldi. Shu topda bir-birining ko'ziga qarab turishdim, boshqa ularning qo'ldan hech nima kelmaydi. Qichish, bak kechikib bo'lguncha uydan chiqib ketish deganlar ularning kallasiga kelmadi. Tamdan kelayotgan ovozga bo'ysunmazlikni tasavvur qilib bo'lmaydi. Tam tarafdan bir qulub sharaqshib itilgandek, orqadan aynak chiqilgandek ovoz anglandi. Agishibla tamdagi rasm polga tushib ketdi.
Onun keyinde ekran var idi. Ular bizni əmdi görələydi, dedi Julia. Ular bizni əmdi görələydi, təkrarladı avaz. Öyünün otursida bir-biringlarga orqanglarni qilib turinglar. Qo'linglarni kallanglarning kayniga qo'yinglar. Bir-biringlarga tegishib qolmanglar. Ular tegishib turmadi. Ammo Winston Julianing badanining titrayotganligini sezib turdi. Balkim titrayotgani o'zining badani bo'lishi mumkin edi. U tishini ching tishlab oldi. Ammo tizini titrashdan to'xtamadi. Öyünün iç sırtıda ötüknün töpürlügen avazı anlandı. Etrafını adamlar qaplap ketgəndə qılatdı. Taş kocadan bir nimini so'rayotgandek avaz geldi. Yeliq ayolning naqshisi tuyuqsizla besqib qaldi. Uzungacha yeliq kirdesini Saynaning u beshidan bu beshiga otgandek taranglagan avaz anlandı. Uningdan keyin bir muncha odamning g'azabdan to'lashgan ovozi anlandı. Ahirida echinishliq bir vaqirgan ovoz bilan hamma ovoz besiqdi. "Uy qo'rshilib bo'pti", dedi Winston. "Uy qo'rshilib bo'pti", dedi muz ovoz. Winston Julianing tishini qattiq tishlaganligidan g'irslab ketganligini angladi. "Meningcha, bizmi xo'shlashayli", dedi Julia. "Xo'shlashsanglar bo'ladi", dedi ovoz. Uningdan keyin inchga, xuddi tarbiya ko'rgan odamlarning ovozdek bir ovoz anglandi. Winston bu ovozni ilgari anglab boqqandek qiladi. "Ha, rost, bir eg'iz gapni qistirib qo'yay. Sham keladi karvatqa nurlar chashqili, paltikilar beshingga kesib chopqili." Winstonning keyindagi karvatqa bir nas tushdi. Darizaga bir shot qo'yildi. Darizaning ramkasi buzilib ketdi. Biraylan darizdan kirdi. Palampaydan o'tiklarning tevishi anglandi. Uy birdamdala qora kiyimlik, bastik odamlar bilan to'shib ketdi. Ularning o'tiklarining chamlari to'mir, qo'lida soqchi kaltiki bor edi. Winston titrashdan to'xtadi. Uning qarchuqi ketib qoldi. Shu topda birli ish muhim edi. U bo'lsa-mu qimirlamaslik. Ularga seni uradigan bahoni tepib bermaslik. Zanq chasa badallari bokschiga o'xshaydigan biri xuddi biror ishqa tamshilayotgandek kaltakni ching siqimdab Winstonning oldida uning tikilib qarab turadi. Winstonning ko'zimi uninki bilan uchrashib qoldi. Bir muncha kishilarning oldida qip yalang'och holda qo'lini kallasining keynigida tutib turishdek bu haqoratga chidab turg'ili bo'lmaydi. Oldidagi u odam tilining uchida lavlarini yalab qo'ydi. Yana bir narsa chiqilgan ovoz anglandi. Biri qog'oz bosqini o'choq beshidagi toshga tashlagandek qiladi. Marjon teshi parchasi. U yuziga ushshaq pürmü naqsh uyg'andek ko'rinadigan kichkina holrang narsa bo'lib, xuddi tortning ustiga qo'yib qo'ydigan tatliq g'unchiga o'xshaydi. Karvatdagi matrasdan dumlab tushdi. Winston uning naqadar kichikligini o'yladi. U keyindan birovning tiniqini sezdi. Orqadanla o'shqiga qassidi qilgan ovoz bilan qattiq bir tepik tegdi-da, u tamponiqini yo'qotdi. Yana bir aylan musht bilan Julianing qo'sqiga qattiq birni urdi. Julia qo'sig'ini tutib, qog'ozdek qattiqla ketdi va unnimi chiqarmay yumulinib ketdi. Winston qilchilik midirlashqami jur'at qilolmadi. Julianing qo'g'ishundek totirib ketgan, nafas ololmay qiynalib ketganligi chiqib turadigan chiroyi uning ko'rish doirasiga kirib qoladi. U shuncha qo'rqinish ichida turibmi, go'yo tayoqni o'zi yegandek his qildi. Ammo hozir tayoqning azobiga qaraganda nafas elish Juliaga nisbatan texmi jiddiy edi. Winston bu ajoyib og'riqning jonni qanchalik og'ritadiganligini his qila oladi. Shundaq bo'lsa-mu, hozir hammadan yomoni yanala nafas ololmaslik edi. Ikki odam Julianing tizi va mo'rsidan ko'tirib, uni xuddi bir paypoqdek so'rab ep chiqib ketdi. Winston uning yuziga aran qarab oldi. Uning yuzi ostiga qarab qolgan bo'lib, tortishib qolgan, ko'zlari yumuq, yuzida texcha, yeliqi bo'yoqning yo'qi bor edi. Bu Winstonning Juliani oxirgi qitim ko'rishi edi.
u o'likdek qimirlamay turdi. Hech kim uni urmadi. Uning kallasiga ba'zi o'ylar kelgandek qildi-yu, ammo hech qaysiga qiziqadigandak emas edi. U Charlton apandini tutqanmidi deb o'ylab qoldi. U yana heliqi semiz ayolni qandoq qilgandi deb o'yladi. U o'zining intayin sevgisi kelib ketganligini his qildi. Hayron qolarliqi, u texi 2-3 soat burunli sevgan edi. Tamdaki soat 9 ni ko'rsatib turadi. Bu 21 deganlik. Ammo uy yurib ketgandek edi. Odatda avgust kunlarida bundaq vaqtda xeyli qorong'i tushib bo'ladi-ku. Julia bilan ikkisi vaqtni almashtirib qo'ydimi ya? Amaliyotda ular soat 9 soat to'liq bir oylang'ichilik, ya'ni 24 soat uxlagan. Ertesi saharda soat 8:20 bo'lsa, uni endi 20:20 bo'pti deb o'ylab qolgan edi. Winston buning davomini o'ylamadi. Chunki buning hozir hech nimaga foydasi yo'q edi. Palampaydan yengil mangan tevish anglandi. Charlton apandi uyga kirdi. Qora kiyimlik odamning yurish-turishlari birdilla xilla sipoylashib qoldi. Charlton apandining qiyofatidami o'zgarish bor edi. Uning ko'zi yerdagi aynak parchalariga tushdi. "Mava aynak parchalarini elevat", dedi u keskin holda. Biraylan darhol uning buyruqini bajo keltirdi. Uning heliqi Londoncha talaffuzdan asarmi qolmagan edi. Winston birdilla bir necha minut ekrandan anglagan ovozning dal mushu ovoz ekanligini tonidi. Charlton apandi yanala heliqi ko'ni chopinni kiyib olgan. Ammo uning oppoq sochlari qop-qora bo'lib qolgan edi. Ko'zoynagini taqmagan edi. U Winstonga xuddi uning salohiyatini yana bir jazmlashtirib etgandek tikilib birni qarab etdi. Ondan uningga qarab qo'ymadi. Uni yanala to'ng'il bo'ladi. Ammo u hargizmi Winston taniydigan Charlton emas edi. Uning qaddimi tuzunib qolgan, bo'yimi egizlab qolgandek ko'rinadi. Uning yuzida bakli kichik o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, yanala o'zgartganligi chiqib turadi. Qishimi ilgirgidek quyuq emas edi. Ko'zning atrofidagi qo'riqlarimi yo'qolgan, yuzining butun qurilmasi o'zgartirilgandek ko'rinadi. Hatto burnimi sal kichiklab qolgandek edi. Uning chiroyi 50 yoshlar atrofidagi sezgur, muzdek bir odamning chiroyiga almashgan edi. Winston hayotida tunji qatim bir ideya soxtisiga qarab turganligini o'yladi.